Siz juda ham sokinsiz. Bu jumlalar sizga tanishmi? Odatda juda ham sokin ko'ringan insonlar aslida siz ko'rganingizdek sokin emaslar. Chunki ular o'z vaqtida gapirishi kerak bo'lgan gaplarni gapirib, vaqtida javob qaytarishi kerak bo'lgan joyda qochadigan kishilardir. Qayerga qochadi? O'zining ichiga qochadi. O'zining ichiga qochadi va har kuni o'zining ichida kimlar bilandir urushgan, tortishgan, ichida ketayotgan urushlar bilan ovora. Siz ko'rib turgan bu sokinlik haqiqiy sokinlik hisoblanadimi shunda? Yo'q. Agarda sizda bu holat ro'y berayotgan bo'lsa, siz shu narsalarga tayyor bo'ling. Bu vaqtida gapirmagan gaplaringiz bir kun kelib kasallik ko'rinishida tanangizda o'rtaga chiqishi mumkin yoki bo'lmasam katta portlash bo'lib bir kun katta urush janjalga aylanishi mumkin. Agar siz bu holatlar bilan qarshilashishni xohlamasangiz yoki bo'lmasam har kuni bu holat bilan kurashayotgan bo'lsangiz, men sizlarni o'zimni Sakinat nomli bepul vebinarimga taklif qilaman. Bu vebinarda siz qanday qilib tabiiy holatda, to'g'ri holatda sokinlikka erishishingiz mumkinligini o'rganishingiz mumkin.